Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun Haqiqatlar shоусini 2-sonli ko'rsatuvi. Bugungi mehmonimiz Murodilov Mirsaid, hamma tanigan. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat. Umid qilamizki, bugun hamma savollarimizga chestni javob berasiz, to'g'risini aytib. Nima savol tayyorlab keldingiz? Juda ham strashniy savol bor bu yerda. Birinchi. Sizni hamma kim sifatida taniydi? Uylangan bola sifatida taniydi. O'sha video qo'ygansiz, mana to'yim bo'lyapti deb. Birinchi savol, o'sha payti uylanganmisiz? O'zi rostdan bir ikkita ko'chalarda xotiningiz bormi, lekin bolalaringiz borga o'xshamaydi. Instagramga uylanganman, lekin qizga uylanmaganman. Ayolga ham uylanmaganman. Bolalarim ham yo'q. Instagram bilan hozir tipi uylangansiz Instagramga. Instagram endi shunaqa qilib, как biz shou qilganman-da Instagramda, konferensiya qilib Hiltonda. Endi bu narsa 2 yil bo'ldi, mana shu odamlar esdan chiqib ketdi-yu. Sizni asosiy daromadingiz qayerda? Biz ko'rganmiz, ha, cho'tki mashinalarda nimadirlar qilib yurasiz o'zingizcha. 100% hammasi faqat Instagramdan. Xo'p, shunda o'sha shaxsiy brenddan aqirasiz, to'g'rimi? Aslida men zapisk bilan shug'ullanaman. Endi zapisk qilish uchun to'g'ri avvalambor shaxsiy brendni yurg'izish kerak. Shaxsiy brend yurg'izib bo'lgandan keyin, auditoriya bo'lgandan keyin o'sha zapisk etapiga o'tamiz-da. 0 dan 2 oyda, 3 oyda, даже 1 oyda ham qilsa bo'ladi hozirgi kunda. Ekspertlar bilan ishlaysiz. Ekspertlar bilan-da. Bloger ekspertlar bilan. Misol uchun, meni mashinam bor, lishni turibdi, sotib olmoqchiman. Qanaqa maslahat berasiz? Men keyin u pulni oqla olmaymanmi yoki Endi qarayman, o'zim qilib ketamanmi? Mashinani ko'p olib sotganman-da. Birinchidan har doim zarar sotganman. Ikkinchi tushungan narsam esa, mashinani siz sotish oson, pulni ishlatib olish undan ham oson, lekin uni qayta olish juda ham qiyin. Da. O'shaning uchun turgan narsangizni hech qachon sotmasligingizni maslahat beraman-da. Uni tursa ham narxi tushib boradi-yu. Tursa narxi tushadi, to'g'ri, lekin odam o'ylashim bo'yicha nimadir olyaptimi? Mashina bo'ladi, boshqa narsami? Uni har doim ham faqat biznesmencha fikrlab sotishni o'ylash kerak emas, balki haydashni o'ylash kerak-da. Masalan, meni sohamda agar men zo'r mashina yuradigan bo'lsam, bu menga как бы tez oqlaydi. Lekin ko'chada masalan tadbirkor bo'lsa, u narsa o'zini oqlamasligi mumkin misol sifatida, chunki menda masalan mediada auditoriyam bor. Auditoriya orqali men buni pulni spokойно chiqaza olaman. Chunki qimmat mashina bor joyda daveriya har doim bo'ladi. Hamma narsani o'zini payti bo'ladi deb o'ylayman. Yoshga qarab ham ish qilish kerak. Demak, unda meni Spark'imni sottirib yubordingiz. Endi sizga bilimga investitsiya edi, aniq edi bu narsa pul chiqishi. Chunki qachonki odam o'zini bilimiga, ilmiga, sohani o'rganishga sarmoya qilsa, u albatta o'zini oqlaydi. Siz misol uchun minib turgan hozirgi Malibuda yuribsiz bilaman, Malibu'ni sotib yuborarmidingiz qanaqadir bilim olish uchun? Boshqa hech qachon mashina sotmayman deb o'ylayman. Oson faqat oldiga olaman. O'zi oldindan xarakterim shunaqa edi, lekin mana shu Mercedes sotganim men o'ylashim bo'yicha to'g'ri endi bu narsa menga определённо o'zini plus minuslarini olib keldi. Lekin o'ylashim bo'yicha menga hozirgi kunda bu ko'proq plus olib keldi. Ko'p narsaga ko'zim ochildi. Mercedes sotganingiz. Da. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Sohangizda birinchi boshlang'ich bolalar qancha pul topa oladi va nima ish qilish kerak, nimadan boshlash kerak? Endi kelib o'qisa, taxminan 2 oyda bu sohani mukammal o'rgansa, u yog'ida shu praktik qiladigan bo'lsa, o'sha 2 oyda tikkan sarmoyasini, pulni bilimiga oqila oladi deb o'ylayman. Endi kimdirlar 1 oy ichida chiqazadi. Misol uchun nech pul 1 oyda minimum? 1 oyda eng minimum men sohamda o'ylashim bo'yicha samый minimalni 1,5 million topsa bo'ladi deb o'ylayman. Bu ko'chada bitta ekspert olasiz. Eng minimal. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Kuniga necha soat ishlaysiz? O'tirib ishlaydigan 3-4 soat, uzog'i, patolog. Hatto qolgan ishlarim aslida ko'chada переговорlar bilan, kontrol bilan, u bilan o'tadi. Lekin uzog'i o'tirib ishlasam 3 soat, 4 soat ishlayman deb o'ylayman. Nimaga siz Instagramda robotda anaqa kibr ko'rinasiz? Hayotda qanaqadir boshqacha insonsiz? Nimaga ikki xil obrazdasiz? Endi men o'ylashim bo'yicha baribir o'zim shu soha mutaxassisi bo'lsam ham emotsiyani unaqa zo'r ko'rsata olmayman deb o'ylayman. Nega deganda, chunki meni ko'proq vaqtim kadr orqasida, pardaning orqasida ekspertlarga katta natijalar bilan qilish deb band bo'lgan. Lekin o'zingiz yaxshi sota olasiz siz. O'zim yaxshi sota olaman, agar xohlasam, shunga nasib bo'lsa, biroz hozirgi kunda ekspertlarning soni kundan kunga xudoga shukr oshib boryapti. Mas'uliyat ko'payyapti, zapisk protseslar esa bozorda o'zgaryapti, trendlar o'zgaryapti. Aytgandek, ana modani tagidan anaqa yetib ola olmaysiz deydi-yu. Bu ham bir shunaqa gapda hamma narsa odam ulgura olmas ekan. 1 yil oldin blogerligingda ham sizga shu savolni bergan edi. Qachon uylanasiz? Nimaga uylanmayapsiz? Mana shu savolni beraman. Endi nasib qilgan kuni uylanaman deb o'ylayman. Baribir asosiy sabab nima uylanmayapsiz? Endi qara erkak kishi masalan bitta qizni ayol tanlagandan keyin butun umr u bilan birga bo'lish kerak deb o'ylayman. Hech qanaqa naleva направо yurmasdan. Shu narsaga hamma tomonlama inson o'zi tayyor bo'lishi kerak. Endi to'g'ri insonni uchratish kerak. Hozirgi kunda o'zingiz bilasiz,
Instagram chiqib ketgan, qizlarning o'sha psixologiyasi buzilyapti. Balkim bu narsaga ham o'zimiz sababchimizdir. Qanaqadir miqdorda o'shanga kundan kunga yaxshi qiz topish qiyinlashyapti. Xudo xolasa baribir bir ikkita endi mo'ljallagan ishlarim bor. Bitirib bo'lgandan keyin uylanaman deb o'ylayman. O'zingiz tayyormisiz shunaqa to'g'ri bo'lishga, o'sha partnyoringizga nisbatan? Xudo xolasa tayyorman deb o'ylayman. O'tgan safar intervyuimda что sizni aytishdi, sizni mers olishingizga sababchi bo'lgan qiz bor ekan. Rostdan ham shunaqa bo'lganmi? Sababchi bo'lganmi? bo'lganmi? Olishimga hech qanaqa sababchi emas deb o'ylayman. Sababini avvalambor mashinangizga tuxumlar bilan unaqa qilingandan keyin o'sha sabab bo'lib siz mers olgan ekansiz. Endi u yoqda to'g'risini aytsam, avvalambor o'zimizning jamoaviy ideyamiz bo'lgan. Biz qiz topib Instagramda konferensiya qilganman. U qizga bilasiz, uylanmaganman, aytganimdaki, hamma o'zining vazifasini bajargan. Katta auditoriya kelgan hisobiga, chunki bizda O'zbekistonda emas, butun dunyo bo'yicha faqat munosabat bilan pul mamsus uchadi. Katta prasma, katta axvat olib, o'sha payt zapis qilib, to'g'ri, men Mercedes olganman. Lekin tuxumlarni ham o'ylab topmagandirsizlar har holda. Endi u yoqda определённый, masalan, har xil tomonda masalan kasyak bo'lgan, soответственно javobi olingan deydi-yu. Men u narsani qanaqadir bir xiyonat deb tan olmayman, chunki hamma narsaning o'z sababi bor. Ko'rdim u intervyuni. Hamma kommentariyada yozyapti, zato bola mers olibdi-yu, zato mana motivatsiya bo'libdi-yu deb sizga motivatsiya bergandek hisoblashyapti odamlar. Shunga fikringiz? Men to'g'risini aytsam, endi Mercedes olishimning sababi o'zimga yaqin o'sha tanishim bo'lardi. O'sha yerga просто moy almashtirishga borganimda, menda просто xudo beraman desa bir kecha ham o'zi yetarli ekanda, bir soniya o'zi yetarli ekan, borganman. Menga bir kun doверенность qilib bergan, haydaganman, yoqganman, borib ertasiga o'sha olganman u narsani. Malibuni o'shancha sotib olganman o'sha payt. Bu aytmoqchimanki, u tuxum qo'yadimi, mashinam sasidimi, sasmasmidi, men baribir bu mashinani olardim demoqchiman-da. Bu o'z ichingizda bor edi. Ha, to есть bu yerda qiz, qanaqadir tuxum yoki aytayotgandek xiyonat sabab emas-da, u narsaga tushunasizmi? Endi hamma narsani bilasizmi, masalan, bizda odamlar nima katta minusi bor deb o'ylayman, to что kimdir gapini eshitadi, o'sha orqali xulosa qiladi. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da, ikkinchi odam ham eshitish kerak. Любой munosabat, er-xotin bo'ladimi, yoki masalan partnyorskiy bo'ladimi, ekspert bilan prodyuser bo'ladimi, do'st bo'ladimi, любой tomonda ikkita tomonni eshitish kerak deb o'ylayman. Bizda Instagram nima bo'ladi? Aslida endi men o'ylashim bo'yicha hozirgi kunda bizda ayollarni, qizlarni yonini ko'proq olishadi. Bitta yig'lab bersa bo'ldi. Shunaqa. Butun avsi o'sha tomon ketadi. Nechta erkak kishi hozirgi kunda Alfons chiqib ketyapti katta avsiyon oldida. Nechta mana shunaqa shov-shuvlar bo'lyapti. Men bilaman, что 90% holatda erkak kishi praf bo'ladi deb o'ylayman. Maqsad erkak kishining jamiyatdagi o'rnini yerga urish bo'lyapti. Endi qarang, jamiyat yerga urish emas, baribir bizada xalq ko'proq auditoriyamni Instagramni auditoriyani aytadigan bo'lsam, baribir slabый polga suyanadi. Balkim bu bir tomondan to'g'ridir. Lekin ikkinchi tomonni ham albatta eshitish kerak deb o'ylayman. Nimaga hamma qizlar sizdan жаловаться qiladi? Nima qiladi? Qaysi qiz bilan gaplashmaysiz, haqingizdagi fikri salbiy. Nima hammasini qo'ynidan ortib ketasizmi, tashab ketasizmi, nima qanaqadir ishlaringiz bor? Tan olaman, endi masalan Instagramda ko'p nima desa bo'ladi, tanilgan deymanmi yoki o'zi вообще в целом qizlar bilan nimadir bo'lib tanishman, qanaqadir miqdorda gaplashganman paytida, hozirgi kun haqida gapirmayman. Menda aslida birinchi o'rinda har doim ish turardi-da. Men yetarlicha vнимание vaqt ajrata olmas edim. Soответственно, bu nima narsa olib keladi? Konfliktga olib keladi. Konflikt esa faqat negativga qarab ketgandan keyin, soответственно, bu narsa oxiri siz haqingizda yomon o'tishga olib keladi-da. Lekin Xudoga shukr, men hayotim bo'yicha, ishim bo'yicha men yomon bo'lmadim-ku. Demak, men to'g'ri yo'ldaman deb o'ylayman-da o'zim. Tushunarli. Xo'p, keyingi savol. Biz dollar emasmiz-ku, hammaga yoqish uchun, to'g'rimi? Voy, to'g'ri. Birga ishlaganingizda afsuslangan loyihalaringiz bo'lganmi? Bo'lgan. Bir nechta desa ham bo'ladi. Psixologlar emasmi? Yo'q, endi gap faqat psixolog gap kasbida emas, gap insonlarning o'zida, gapda tura olmaslik birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda esa baribir har bir doim ishlayotganingizda men o'ylashim bo'yicha summa kattalashgandan keyin o'rtaga shayton tushadi deb o'ylayman. Nega deganda tasavvur qiling, zapiska 10 ming dollar qilasiz, to'g'rimi? Prodyuser 35-40% bo'lsa, 4 ming dollar berish achinarli emas. 50 ming bo'lgandan keyin o'sha 15-20 ming berayotganda sal ichori, 100 ming bo'lgandan keyin o'sha 35-40 ming berish, bu o'sha o'rta shayton turadi. Undan ko'ra ma'mi qilsang, nima bo'ladi o'sha payt jiyani tiqadi yoki kimdir a'zoroy boradi, kimdir esa levi xotlar qiladi. Va endi men o'zimni даже loyihamda har xil nima desa bo'ladi, 18+ mavzuga bo'lgan oidlar ham mavzular bo'lgan, o'zimni masalan xodimlarim orasida ekspertlarni olib ketib qolish mavzusida. Bu narsa men gapiradigan bo'lsam, xuddi ertalabgacha gapirib bera olaman-da. Lekin afsuski bizda juda ko'p narsa, tajribamiz, ko'rgan narsalarimiz bu sohada, bu ishda pardaning orqasida qolib ketaverar ekanda. Men o'ylashim bo'yicha bu bir tomondan to'g'ri.
Lekin Instagram hamma kiradi, nima uchun? Bu ham bitta platforma, развлекательный kontent oladi, faqat yaxshi narsalarni ko'radi. Lekin odam masalan, lично men o'zimning hayotimga har doim 100% tekis ketmaydi. Shunaqa paytlar bo'lgan, masalan, men qarzga kirganman, minuslarga kirganman, har xil vaziyatlar bo'lgan. Lekin bu любой insonda bo'ladi. Kim qaysi blogerni kuzatishayotgan bo'lsa, hamma blogerda ham qiyinchilik bo'ladi. Особенно ko'z tegish degan narsa u juda bor narsa haqiqatdan. Особенно bu blogerlar qiyin, o'shancha ko'p bloger kasal bo'lib qoladi, mashina surib oladi, chunki bu ko'z deb o'ylayman. Nazar. Da. Men orqadan eshitdim, sizga ayol ekspertlaringiz tomonidan qanaqadir nojo'yaroq takliflar ham tushgan ekan. 18 Endi bo'ladi, unaqa narsa ham baribir. Rostdan bo'lganmi shunaqa holat? Bu shunchaki gap so'zmi? Yo'q, endi bo'lgan. Men o'ylashim bo'yicha bunaqa situatsiyada men faqat o'tkazib berganman deb o'ylayman. Kimdan bo'lgan? Endi ismini, familiyasini aytmasam kerak endi. Lekin bir nechta odamdan bo'lgan bu narsa. Endi bu normal holat. Nega? Chunki baribir hammamiz insonmiz, to'g'rimi? Baribir bu narsa endi yaxshi yomon deyish emas, bu yerda. Baribir endi yoshroq bo'lsangiz, hamma narsa bo'lsa, kimdir masalan manfaat ko'zlamoqchi bo'ladi, kimdir podstava qilmoqchi bo'ladi. Hammasi har xil vaziyat. Odam borgan sari katta bo'ladi deb o'ylayman-da. Nima deb o'ylaysiz? Qiz bola bilan o'g'il bolaning o'rtasida do'stlik bo'lishi mumkinmi? Hech qachon. Qanaqadir manfaat bo'ladi, to'g'rimi? Har doim manfaat bo'ladi, o'tingmini. Nima manfaat bo'ladi o'g'il boladan qiz bolaga nima manfaat bo'lishi mumkin? Qarang-da, o'g'il bolaning manfaati, ya'ni qiz bolaga nisbatan. Qarang-da, по-любому bitta odamning чувство bo'ladi. Men o'ylashim bo'yicha liba знакомство bo'ladi. Просто salom alaykum. Erkak kishi bilan ayol kishining o'rtasida, qiz bola bilan o'g'il bolaning orasida. Liba уже что-то любовный narsa bo'ladi-da. Nega deganda, chunki ilojsiz u narsa. Imkoni yo'q. Tasavvur qiling, qiz bola o'rtog'ingiz bo'lsa, masalan, qanaqadir problem chiqib qoldi, chaqirsangiz keladimi yo eshitib o'tiradimi, shu yerlik qilasizmi? Nikak u hech qanaqa aql sig'dirib bo'lmaydi. Mana shu qizlar bor-ku, ana Instagram chiqib, "Это мой друг, men bratim" desa, men umuman ishonmayman u narsaga. Bu faqat sizning fikringizmi, do'st bo'lmaydi degan yo butun erkaklarning fikri shunaqa? Buning uchun любой tomonlama доказанный fikr deb o'ylayman. Faqat o'zimning fikrim bu. Kim agar mana shunaqa bolalar chiqayotgan bo'lsa, u do'st bo'ladi yo qizlar bo'layotgan bo'lsa, net. U скорее всего o'z опасный varianti turibdi deb o'ylayman-da. Biz ham endi kecha bibliotekadan chiqmaganmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Keling bitta narsaga oydinlik kiritamiz. Siz bilan meni birga ishlaymiz, отношениyada bo'ladi deb o'ylashadi ko'pchilik. Shu narsaga oydinlik berib o'tib keting. Yo'q, endi bu narsani endi to'g'ri odam chetdan qarasa, birga vaqt o'tkazib bu narsa bo'lsa, o'sha отношениyaga ketyapti deb o'ylashi mumkin. Bu narsa fikrlar. Bizani ko'p ko'rishadi, ko'chada o'tirganimizda ekspertlar bilan birga gaplashib. Yo'q, nima desa bo'ladi, Robiya opa, avvalambor agar men kimdir bilan отношениyaga kiradigan bo'lsam, men Instagramni yoptirib yuboraman deb o'ylayman-da. Agar jiddiy qarasam bu narsaga. Уже jiddiy emas qaraydigan paytdan esa men уже скорее всего o'tib ketdim deb o'ylayman. Endi katta gapirish emas u, baribir. Shuni tarafdoraman deb o'ylayman. Endi bu narsa hozir bu narsa yo'q siz ham gapga o'zingiz oqilayotgandek bo'lasiz. Odamlarga hammaga bu narsani keltirib berib bo'lmaydi. O'shaning uchun kim nima deb o'ylasa o'ylaversin. Menga ham farqi yo'q. Bu narsaga menga допустим plus minus yo'q. Shaxsan o'zingizdan eshitishligisini xohladim men. Endi buni plus minusi menga допустим yo'q. Kim nima deb o'ylaydi? Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Sizni o'zingizni baxtli inson deb hisoblaysizmi yoki muvaffaq, omadli deb hisoblaysizmi o'zingizni? Omad bir tomondan yo'q deyshadi, bir tomondan bor deyshadi. Endi to'g'ri, lekin kerakli joyda, kerakli vaqtda bo'lib qolishingiz ham bu bir omad. Lekin men o'zimni nima deb desa bo'ladi? Bugungi kundan yashayman deb o'ylamayman. O'zimni to'g'ri baxtli deyishim mumkin. Lekin mana baribir ko'proq vzglядlarim bu noto'g'ri bo'lishi mumkin, ko'proq kelajagiga qaratilgan. Nega deganda, chunki baribir bu hayotda ko'proq o'zim emas, balki ota-onamning roziligini o'ylayman-da. Ertaga men masalan qanaqadir agar o'zimda minus bo'ladigan bo'lsa, ota-onamga bu yuk bo'lib qolmasin deyman. Shuning uchun har doim ishlarimni zaraniya plan qilishga harakat qilaman. Baribir sizni uylaringiz yosh o'tgan sari уже bu narsaga seriozroq qarashni boshlagan. Shuning uchun menga bu qizlar bilan intilishga bu narsalar уже birinchi o'rinda turmaydi demoqchiman. Qachondir shunaqa period bo'lgan. Qachondir unaqa period bo'lgan. U narsani afsuslanmayman. Nega? Chunki bu ham bitta marketing, bu ham bitta sotuv. Da, to'g'ri. Tushunasizmi? O'sha narsadan baribir o'zingizga kerakli o'pit olasizda. Lo'q bo'lib yurmaysizda. Hozirgi kunda nima bu? Ayol kishini deydi-yu, makra 40 ta tuyaga yuk deydimi? To'g'ri. Baribir o'zingizda chuvstolardan avladit qilishni o'rganasizda. Hech kim 30 yoshda lo'q bo'lib yurganingizdan ko'ra 15 yoshda lo'q bo'lib yurganingiz yaxshiroq-da. To'g'ri. O'piti bo'ladi. Keyingi savol, Otabek Umarov sizga kim, qanaqa aloqangiz bor? Men videolaringizda ko'p ko'ramiz ularni. Endi qanaqadir deyarli определённый bir aloqam yo'q, lekin chin ko'ngildan havas qilaman Otabek akaga. Nega? Chunki hamma tomonlama o'zim uchun как пример deb bilaman. Tashqi ko'rinishda deysizmi,
любой tomonlama, finansoviy deysizmi, уровень masalasi bo'yicha deysizmi, yoshlarni как авторитети kumiri deydi-yu, как shunaqada yoshlar orasida glавный авторитет menimcha O'zbekistonda Otabek Umarov bo'lsalar kerak deb menimcha o'ylayman. ko'pchilik Men motivatsiya olaman demoqchiman. Ham oilamdan olaman motivatsiya, ham shu insondan olaman motivatsiya. Otabek Umarov uroviniga yetgandan keyin u urovinni ushlab turishi ham bor-da, o'zini yo'qotib qo'yadiganlar ham bor. To'g'ri, endi kimdir qo'liga bir 10 ming dollar berib qo'ysangiz, 100 ming dollar berib qo'ysangiz quturib ketadi. Lekin odam bu darajada turib o'zini avladet qilishi bu juda katta narsa deb o'ylayman-da. Pulani odam aytadi-yu, haqiqiy yuzni ko'rsada buzmaydi deydi-yu. Endi mana shu joyga tegishli deb o'ylayman-da. Chunki men ular bilan 2023-yilda birinchi marta yuzma-yuz ko'rgan bo'lsam, o'sha Befitda juda samimiy inson. Juda samimiy. Kibrli inson, a? Kibrlari yo'q inson deb o'ylayman-da. Qolgani endi yangi chiqayotgan boyvachchalarni ko'rsam, endi va shu olama buzib yuboradi-da, tushunasizmi? Bu yoqda esa yedik olib, 3ta 4ta xotin olib, da. Lekin men to'g'risi desam, chin ko'nglimdan aytganimdek havas qilaman hamma tomonlama. Baribir hammamizga nasib qilsin shunaqa darajada yurish. Chunki nima desa bo'ladi, sportda chet eldan kelayotgan juda ko'p знаменитостlarni olib kelishga bir sababchi bo'lgan inson deb o'ylayman-da. Ancha O'zbekiston bu orqali ko'tarildi, qanaqadir miqdorda deb o'ylayman. Tanildi hamma tomonlama. Erkak kishini singdiradigan narsa nima bu? Erkak kishinimi? Erkak kishini to'g'ri endi hamma aytadi, ichkilik, qiz, u bu buzadi deb o'ylaydi. Gapirishadi, tashlayman. Men o'ylashim bo'yicha erkak kishini birinchi o'rinda o'zini fikrlashi, maqsadi yo'liga buzadi deb o'ylayman. Chunki maqsadingiz bo'lsa, fikrlashingiz to'g'ri bo'lsa, siz ichkilikka, qizlarga berilib ketmaysiz. Chunki bilasiz, hamma narsani o'zini me'yorida tushuydi. Uyga qaytsangiz, sizga bog'liq bo'lgan insonlar borligini bilasiz-da. O'shaning uchun qolganlar определённый просто Instagram uchun gapiradigan gaplar deb o'ylayman. Siz hali uylanmasdan turib, oila qurmasdan turib, o'sha erkak kishi qanaqa bo'lishi kerak hammasini bilasiz. Qayerdan olasiz shunaqa bilimni? Chunki men birinchi ishimni 14 yoshda boshlagan bo'lsam, o'sha 15-16 yoshimda o'zimdan как minimum 10-15 yosh, 20 yosh katta odamlar bilan 30, 35, 40, 45 yoshli odamlar bilan ko'p yurardim. Qanaqa ma'noda yurardim? Ishlardim, gaplashardim, o'tirardim. Shu kungacha deyarli 90-80% holatda, masalan, bitta stolda o'tirilsa 5 kishimi, 10 kishimi, eng yoshi men bo'laman-da. Tushunasizmi? Определённый bu degani o'sha miya ham xohlamasangiz o'sadi. Tushunarli. Подростковый periodda men sakrab o'tib ketganman deb o'ylayman. Nega deganda, chunki kompyuter o'ynamagan hayotimda umuman. O'ynagan bo'lsam, to'g'ri, maktabda o'ynaganman, kichkinaroq bo'lgan paytim. Telefonda o'yinlar bu narsa umuman bermayman. To'g'ri, endi kimdir bu orqali hozir hate qilishi mumkin. Telefonda ham kompyuter o'ynab, odamlar million dollar yutyapti deb. Kibersport bu narsa bor narsa. Men hech kim bu narsada qoralamayman. Hammani o'zining yo'nalishi bor. Men endi o'zimning yo'nalishim o'zimdan kelib chiqib gapiryapman. Kimdir bu fikrga qo'shilishi mumkin, kimdir qo'shilmasligi mumkin. Biza bu yerda to'g'ri noto'g'ri narsani olib chiqmaymiz. Bu yerda shaxsiy o'zimning fikrimni aytyapman, bo'ldi. Tushunarli. Keyingi savolga o'tamiz. Hayotda eng vijdoningiz qiynaladigan nima ish qilgansiz? Prям chestingizga ta'sir qiladigan. Bo'ladi baribir, yo'q deya olmaysiz, hamma insonda bo'ladi. O'ylashim bo'yicha endi bu yerda kakalim vijdon qiynalish emas-u, afsuslanish ham deb bo'lmaydi buni. Ko'proq ishlamaganligimdan-da. Shu xolosmi? Odamlarga nisbatan nimadir ish qilmaganmisiz? Yo'q, odamlarga lekin nisbatan qanaqadir gryazniy bir pastlik qilmaganman deb o'ylayman. Endi любой insonni xatosi bo'ladi, gunohi bo'ladi, lekin xatoni o'zi etish bu katta xato deb o'ylayman-da. Nima, sen shu xatoni qilyapsan deb aytish katta xatomi? Ya endi eslab bu narsani nimadir ommaga aytish bu o'zi xato deb o'ylayman. O'zingizni o'zingizga qiynalgan, o'zingizni oldingizda kimdirga nisbatan. Endi hech kim oppoq pushistdek bo'lmaydi. O'zini oqlasham bu yerda noto'g'ri, o'shaning uchun определённый bir narsani men eslolmayman, to'g'risi. Xullas javobdan qochdingiz. Javobdan qochish emas, primo javob berdim deb o'ylayman-da. Mayli, xo'p. Bo'pti. 1 million dollar uchun nimaga tayyor bo'lasiz? Hozir mana sizga olib kelib qo'ydi 1 million dollar. Bu ma'no legendarniy savol. Endi qarang, to'g'ri legendarniy savolingiz, lekin o'ylashim bo'yicha hamma aytadi, uchastka olaman, mashina olaman, bu qilaman deydi-yu. Na samом деле-chi, qo'lingizga 1 million dollar emas, 100 ming dollar berib qo'ysin. 100 ming dollarcha qo'lingizga faktik kelgandan keyin bir kamida bir hafta o'ylasangiz kerak, u pulni nima qilaman deb. 1 million dollar это уже to'g'ri, Andrew Tate aytadi, 1 million dollar hech narsa emas deydi-yu. Bor yo'g'idan bitib bu yoshni olishing mumkin, bu narsa qilishing mumkin deb. Lekin O'zbekistonda bu действительно adekvatniy summa deb o'ylayman-da. O'sha kelgandan keyin o'sha odam konkretniy bu narsaga javob topa oladi deb o'ylayman. Kelgandan keldi deb hisoblaysiz?
keldi deb hisoblash, tushunish boshqa, anglash boshqa-da. Sizga men aytmoqchi bo'lganim, nimalarga ishlatasiz demayapman. Sizga просто $1 million qo'yilsa, evaziga nimalarga tayyor bo'lasiz? Nimadirdan voz kecharsiz, endi evaziga degani men materialniy narsani hech qachon человеческий narsaga men almashmayman deb o'ylayman. Kimni sotib ketish yoki kimni grazniy поступ qilish. Nega? Chunki bu narsa menda butun umr qolib ketadi. Hamma tomonlama unga javob beraman. U yoqda ham, bu yoqda ham. $1 million esa men o'zim miyamni ishlatib, men uni spokойно topa olaman deb o'ylayman. Katta srokda emas o'shaning. U sizga anaqa qilmaydi. $1 million sizni, короче, unaqa qiziqtirmaydi. Endi qiziqtirmaydi deb bo'lmaydi-yu. Конечно, любой insonni даже $10 million ham qiziqtirishi mumkin. No, lekin mana qanaqa noto'g'ri yo'lga tiqib qo'yadi deb o'ylamayman. Miyangizni buzolmaydi. O'zi hayotingizda eng ko'p qancha pul topgansiz, qancha pul ushlagansiz, unda o'sha mana bundoq his qilgansiz? Naqd ko'rishimnimi? O'zimnikimi yo o'zi mehnat qilib naqd o'sha topgan pulingiz eng ko'p qancha pul bo'lgan o'zi? $1 million mensimayotganingizga qaraganda. Endi $1 million mensimaslik emas, просто hamma narsa odam spokойно qarayotganingizga qaraganda. Unda потому что chiqayotganingizga qaraganda necha pul qo'lingizga o'sha mana deb bundoq chusib qilgansiz. Faqat prям naqd ko'rishdik, prям turgani 100 ming bo'lganda. 100 mingni qo'lingizda ushlab topib naq qilgansiz. Endi prям turganini ko'rganman-da. O'zingizning pulingiz bo'lgan u. O'zimning pulim, men turganini aytaman. U endi yo'q bo'lib ketib bo'lgan. Hozir yo'q lekin. Xo'p, keyingi savollarga o'tamiz. Mijozlaringiz bilan eng esda qolarli voqea nima voqea bo'lgan? Bo'lganmi shunaqa? Ekspertlaringiz bilan. Ko'p voqealar bo'lgan. Masalan, chet elga chiqqanmiz, ko'p narsalar qilganmiz, masalan, katta loyihalar, katta zapuslar qilganmiz. Yirtqich hayvonlarni olib kelganmiz. Katta sherlar, katta yo'lbarslar deysizmi? Nima mumkin bo'lsa, shu hamma narsani qilib ko'rganman deb o'ylayman-da, men ishda. Shunaqa o'ylayman. Bunaqa voqealar ko'p. Voqealar juda ko'p. Определенно bittasini yoki ikkitasi top 5 ta degan narsa yo'q deb o'ylayman. Prям esda qoladigan, bu narsa qiladigan. Xo'p. Mashinangizni nima sotdingiz unda Mercedes? Men sotishimga har xil sabab bo'ldi. Kimdir u narsadan keyin sindi, puli kamayib qoldi dedi. U narsani ham eshitdim, lekin men faktiski o'sha Mercedes sotgan bo'lsam, o'shani shundan o'rniga men xuddi shu как бы просто ikkita mashina oldim, bo'ldi. Ikkita Malibu qo'ydim, и всё. Сразу o'sha sotilishini o'zidan keyin men o'sha narsani как бы joyiga qo'yib qo'ydim. Yo'q, o'zi sotganingiz asl sabab nima? O'sha Mercedes yurish boshqa, Malibuda yurish boshqa. To'g'ri, endi agar men texnik sababini aytadigan bo'lsam, u mashina уже probeg 60 ming kelib, уже stage urilgan hisobiga, уже vyxloplari o'chib, muammo bo'lib, уже motor nimadir bo'ladi deyishdi. И men o'yladim, что qimmat mashina bu xuddi cho'nchagingizga как nima desa teshiydi, oqib ketaveradi hamma narsa. Undan ko'ra o'sha pulni oilamga olib kirganim yaxshi deb o'yladim. Lekin o'zi umuman aytgan sababini aytsam, men o'zimga bu narsa interesda bo'ldi. Men bu narsani yo'qotsam nima bo'ladi deb. Chunki 1 yil o'sha mashina yurgan bo'lsam, 1 yil men fokusim ishga emas, ko'proq tanish bilishlarga, ko'chada unga bunga anaqa berilib ketdim deb o'ylayman-da. Shu narsani sotganimdan keyin men o'sha 90% vaqtimni ko'proq ishimga bag'ishlashni boshladim. Chunki menda отвлекающий faktor bo'lmadi. Shu mashina bo'lgan payti har kuni deyarli to'yim bo'lardi. To'y kuyovnafkar har xil odam chaqiradi. Shu ketib hech kim hozirgi kunda mana qanaqa kuyovnafkarga mashina olib kelib bu degan narsalar yo'q-da. Bu bir tomondan yaxshi. Endi odamlarning har xil nima desa bo'ladi, haqiqat yuzini ko'rdim deb o'ylayman. Shu. Qarang, bizda O'zbekistonda keyingi savolga o'taman. Ko'pchilik erkaklar uylanayotganda yaxshi, aqlli, sipo qizga uylanishadi. Bu yoqda yurishga, как любовница qilishga, tam sho'x, boshqacha shaddod qizlar bilan yurishadi. Ko'pchilik o'zingiz tanishlaringiz orasida ham bo'lsa kerak. Shu narsaga siz qanaqa qaraysiz? Nimaga shunaqa qilishadi erkaklar? Nimaga uyga, misol uchun uylanayotganda shunaqa qizlar uylanishmaydi bo'lmasam? O'zini samjali vkusdagi qizlar shunaqa qizlar, lekin sodda qizlar. Endi qarang-da, bu bir tomondan qizlarning ham o'zidan aybi bo'lishi mumkin bu yoqda misol sifatida. Qanaqa ma'noda? Hammaning o'zining roli bor. Uylanadigan, birga bo'ladigan insoningiz bo'lishi mumkin. Endi bunaqa tipajli qizlar ham u oldindan bo'lgan deb o'ylayman-da. Bu narsa siz aytayotganingizdek, ko'cha qizlari deb tashamaylik. Insta qizlar desam ham to'g'riroq bo'ladi. Просто Instagram chiqqandan keyin buni просто ommalatlash bor, katta ommaga olib chiqib tashadi deb o'ylayman. Lekin bu narsa har doim bo'lgan. Bu просто menimcha imенно erkak kishi emas, bu insonning o'zini tabiatidan bog'liq deb o'ylayman-da. Erkak kishi vayvat qilishni yaxshi ko'radi. O'sha u qizni vayvat qilganidan keyin interes tushadi, uni aytganini qilyapti, xo'p, deyapti. O'sha bu yoqda uni как бы mensimaydiganroq, o'sha qizga qiziqish bilib, o'sha narsaga qiziqib, nima qilib bo'lsa ham, iPhone olib berib bo'lsa ham, kerak bo'lsa mashina olib berib bo'lsa ham, shu vayvat qilishga harakat qilishadi. Endi gapimni ko'pchilik tushunmayotgandir.
ovlashga deb aytaylik. Как Endi bu narsa qachon paydo bo'ladi? В основном aytaylik 50% insonda qachonki pul ko'paysada. Ajriti 500 deydi. pul yo'li ham osilyapti hozir. Ikkinchi, uchinchi xotinga. Men o'ylashim bo'yicha unaqa narsa yo'q shekilli O'zbekiston. Bor. Bilmayman, unaqa narsani ko'rmaganman. Xo'p. Yana keyingi savol, shunga o'xshashroq savol. Hozirgi yosh bolalar puli ko'p, Mercedesda, BMWda yuradigan kenishkalarga osilishadi. Nimaga? Nimaga shunaqa osilishadi? Mana misol uchun qiz bolalarga ham aytamiz-ku, papiklar bilan yuradigan qizlarga qanaqa отношение qilasiz deb. Shu savolga siz ham erkaklar nomidan javob bering. Nimaga yosh bolalar, navqiron yigitlar shunaqa jenkalarga osilishyapti? 25 yoshli bola bir 35 yoshli ayol bilan yurishadi. 35 mayli, 40-45 plus katta. Voy, endi. Nima? Mana unaqasini endi bu o'ylashim bo'yicha qanaqadir erkak kishini o'zini bir psixologiyasidan bir yoshlik o'tgan anaqasidan bog'liq deb o'ylayman endi. Qanaqasiga tushuntirsa bo'ladi. 90% aytaylik bu setayotganingizdagi как Alfons demoqchida bitta gap bilan to'g'rimi? Alfons desa ham bo'ladi. Alfons bu odam anaqasi buzilgandan deylik, qolgan 10% lekin nega unaqa yuradi deylik. Endi o'zidan konkretno 20 yosh bir 30 yosh katta emas. Deyarli qana 5-6 yosh mana raznica bo'ladigan bo'lsa, va salom misol uchun shug'ullanadigan bo'lishi mumkin. Shu o'zinidan 4-5 yoshli kichkina qiz uni masalan tushunmasligi mumkin deylik. Опять же, men bu yerda hozir faqat uylanish haqida gapiryapman. Отношения haqida. Отношения endi просто masalan gaplashish haqida aytaman. O'zi vashi человеческий bo'ladimi, o'zi umi bumi. Misol sifatida hozir zamandan katta siz-ku to'g'rimi? Mashg'ulotga ekspert mendan katta. Demak, hozir men ham yuribman deganimi shunda? Yo'q, men unaqani aytmayapman. Konkretni yuradiganlarni aytyapman. Uylanayotganlar bor, o'zidan 15 yosh katta aktrisalarga uylanishyapti, yosh yigitlar. Agar bu narsa bunaqa ommaga chiqib ketayotgan bo'lsa, возможно, edi qanaqa выгодasi PR yotgandir. Опять же, men sizga bu narsa bo'yicha konkretni o'zimni bir lekin sevgi bor deb o'ylamaysiz, shunaqa возраст raznica orasida. Hozir qarang-da, o'zi bu mavzu kiradigan bo'lsa, chuqurlashib ketamiz-da. Chunki buni masalan bir tomondan чисто человеческий javobi bo'lishi mumkin, bir tomondan qanaqa diniy javobi bo'lishi mumkin, bir tomondan yana qanaqa javobi bo'lishi mumkin. Men hozir nimadir noto'g'ri gapirib qo'ymayman. Sizni yaqin do'st mana shunaqa holatga tushsa, unga bergan maslahatingiz qanday bo'lardi? O'zidan bir 15 yosh katta ayol bilan turmush qurmoqchi deyarli. Men aytardim, bu narsa beshli emas. 5 masalan misol sifatida sen hozir yoshing 25 ta deylik. Sen masalan ikkita varianting bor deylik. 20 yoshli qizga uylanishi yoki o'sha siz aytayotgandek astag'firulloh 40 yoshli bilan yurishi deylik. Uylanishi deylik. Uylanishi deylik. Men nima degan bo'lardim, to'shda tasavvur qilgan derdim. 10 yildan keyin bu varianting qayerda bo'ladi? Bu varianting qayerda bo'ladi? 20 yoshli qiz 10 yildan keyin 40 yoshli ayolga любой tomonlama fora berib yuboradi deb o'ylayman. Tushunarli. Любой tomonlama. Ko'rinish deysizmi, bumi. O'zi har doim shunaqa yoshroq bolalar masalan 20-25 bo'lganda masalan o'zidan yoshi kattalarga qiziqishi mumkin, lekin qancha yoshi katta bo'lsa erkak kishini 40 yosh bo'lsa o'sha yoshlarga qiziqishi boshlaydi. Men o'ylashim bo'yicha bu неизменяемый какой-то psixologiyami deb o'ylayman. Ta'nan bilmadim, to'g'ri gapiryapmanmi yo'qmi, чисто o'zim fikrimni aytaman. Sizning fikringiz. Keyingi savolga o'tamiz. Qanaqa uchta turdagi odamlar bilan ishlamagan bo'lardingiz umuman? Gapirib turmaydigan bir. Unaqalar ko'p-ku atrofingizda. Endi to'g'ri, ikkinchisi bu hammaga har xil gapiradigan. Ikkiyuzlamachi. Endi unaqa odamlar hozirgi kunda ko'payib ketgan, unda. Endi biz hozir men bunaqa odamlar davoman, lekin har bitta odamning o'zining xatosi, nimadir kamchiligi bo'ladi deb buni o'ylab qarasangiz. Biz ham совершенство ideal emasmiz-ku, to'g'rimi? Men o'zim ham 100% to'g'ri deb bilmayman. Lekin bu narsalar kamchilik emas-da, bu narsa konkretni nuqson-da, bu уже xarakter bu. Qarang-da, yana mana shu joyga men qarshi sizga fikr aytaman. Men ham hozir mana bu yerda o'tirib olib, intervyudan uchta kamera qo'yib qo'yib, sizlarga savol javob o'tirmiz, hamma bizani aqlli deb eshityapti deylikda. Lekin faktis o'ylab qarasa, hamma aytadi, "Bunaqa men bu odam bilan ishlama, men filtr qil, u bu deydi, to'g'rimi?" Lekin buni tangan ikkinchi tomoni ham bor-da. Agar kim buni gapiradi, oyiga o'zing 5000 dollarmi, 10000 dollarmi topayotgan bo'lsang, o'qitayotgan bo'lsang, gapirasan. Men hozir gapirsam, odamlar eshitaveradi. Chunki faktiski men shu tochkaga berib turibman, bularga aql o'rgata olmayman, masalan, bu sohaga kirayotganlarga. U endi sohaga kirayotgan bo'lsa, hayotda bir 500,000 dollar ushab ko'rmagan bo'lsa, qanaqasiga u qorni och bo'lsa, filtr qilishi mumkin. Kim unga masalan restoran kelib, Michelinskiy, tam 5 yulduzli, mana menyu sanga, короче, och ovqat tanlagan deydi. Biz ham bu yerda o'tirib olib, odamlarga davay deydi. Bu xuddi shunaqa bilasizmi? Biz bitta kemadamiz deydi-da.
keyin mani bir rasmini manimcha qo'yib qo'yish kerak-ku. Bu shunaqa degan narsa gap deb bu ham. Lekin bu gapingizni hozir ko'pchilik tushunmaydi, lekin aqli yaxshi ishlagan odam tushunadi bu gapni. Kerakli odam o'zi tushunib oladi deb o'ylayman-da. Xo'p, keyingi savol. Hozir nima mashinada yuribsiz? Malibuda. Malibuda yuribsizmi? Nima yangi nomerlar taqmayapsizmi ham? Nima qilaman? Rasprodaja bo'lib ketdi. Oldin M550 mmni men 2023-24-yilda $15,000 ga olgan joyimda o'zim to'xtatganman-da. Nega? $15,000 deyishuvdim, necha pul deyishuvdi-da, xullas, u yoq bilan 20 minggacha kimdir chiqadi dedi. To'xtatganman o'zimmi? Shu narsaga yaxshi ham shu payt noto'g'ri joyga ishlatib qo'yapman. Chunki hozirgi kunda bundoq qarasam, shu nomerlar 8,5 million edi. 8,5 million. Nima qilaman o'sha qadri yo'q narsaga yopishib borib, mana shu yangi nomer chiqdi, men umuman qiziqish bildirmadim. Qanday o'sha narsani olgan bo'lsam, o'sha как бы nomerni yuribman. Даже telefoningizni ham ko'rsating. 17 ham olmagansiz shekilli. 17 ham olmaganman, 16 da. 16 da. Men masalan, lekin butun bir 20 tacha 17 kimlargadir sovg'a qildingiz. 20 ta emas, taxminan bir 14 da sovg'a qildim. Sovg'a qilishga qildim-ku. Lekin o'zingizda yo'q. Lekin o'zimga bilmayman, даже o'zim eskigan chexolni ham yuraman. Men o'zimdan даже o'zim kiymayman. Paytlaringiz o'tdi уже menimcha. Bilmayman, как-то o'sha unchalik qiziq emas. Lekin o'zim uydilarim bo'ladi, yaqinlarim bo'ladi. Men har doim nimadir qilishga tayyorman. Qo'limdan kelgancha, endi imkondan kelib chiqib. Tushunarli. Xo'p, sizga oxirgi savolimiz. Hozirda qanaqa loyihalar bilan ishlayapsiz? Loyiha har xil bor, masalan, million podpischka auditoriyasi bor, noldan ochilayotganlar bor, har xil soha bor. Taxminan bir 7 ta 8 ta ekspert bo'lsa kerak hozirgi kunda. Nega ko'p olmayapsiz? Oldin juda ko'p olardingiz. Oldin qanaqadir ozgina kichkinaroq chekdan 30 ta 40 ta 50 ta olib tashlaganman, to'g'ri bo'lgan shunaqa paytlar. Shunaqa. No, faktiski men bitta narsani anglab tushundim. Hamma odam men oldimga kelayotganda, men o'zim ishlayman deb beradi-da. Hamma o'zimga pul berib, men просто litso bo'lib shogirdga berib qo'ysam, xodimga berib qo'ysam, u noto'g'ri. Chunki u meni miyam uchun to'layapti. Sootветственно, o'shanga yarasha men narx qo'yganman, keladi, men o'shanga endi sababchi bo'lib, doğrusu yaxshi natija qilib berishga harakat qilaman. Songa emas, sifatga ahamiyat bergansiz. Unda shunaqa qilsa bo'ladi. Tushunarli, rahmat. O'ylaymanki, savollarga hammasiga chesni javob berdingiz, lekin ko'p savollardan qochdingiz, javob bermadingiz. Javobingizni kutdim. O'rtoqlar, Murodilov Mirsaid bilan bugungi intervyumiz o'z nihoyasiga yetdi. Nima deb o'ylaysizlar? Hamma savollarga rostdan javob berdilarmi, yo'qmi? Rahmat sizga tashrifingiz uchun. Rahmat, sizga ham sog' bo'ling. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishib qolamiz siz bilan. Salomat bo'ling.